Assalomu alaykum aziz muxlislar. Shov-shuv kanaliga xush kelibsiz. Dilnoza Kubayeva darakchi.oz nashriga bergan intervyusida o'zi niyat qilganidek insonni hali uchratmaganini aytdi. Intervyu chog'ida jurnalist shaxsiy hayotga jiddiy e'tibor berish fursati kelmadimikan deya savol berdi. Niyat qilganimdek insonni hali uchratganimcha yo'q. Men o'zidan kechib sevadigan insonman. Kimgadir ko'ngil bersam, undan ham shuni istayman. Vaqt soati bilan bo'ladi. Orzularim ko'p, dedi aktrisa bunga javoban. O'g'lingiz otasi haqida so'raydimi degan savolga Kubayeva shunday javob berdi. Ikkimiz otasi haqida ko'p suhbatlashamiz. Ishonasizmi? Har safar dadang bunday derdi. Mana bu ishni yaxshi ko'rardi desam, go'yo o'g'limning qanotlari yozilib, uchishga shaylanayotgandek tuyuladi menga. Ko'zgu oldida uzoq qolib ketadigan odat paydo bo'lgandi. Otang erkak kishi o'ziga ko'p oro berish kerak emas derdi, deganimdan so'ng o'g'lim o'zgardi, deydi aktrisa Dilnoza Kubayeva.